Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Banias yarim himoyachisi Akmal Mozgovoy O'zbekistonga qaytishi mumkin. Bu haqda Chempionat Aziya sayti muxbiri Behzod Talipov xabar berdi. Paxtakormi yoki Nasaf? Akmal Mozgovoyni O'zbekiston Superligasiga qaytarish uchun shu ikki klub hammadan ham ko'proq kurashmoqda, deyiladi xabarda. Mozgovoy joriy mavsum Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi tarkibida 8 ta o'yin o'tkazdi. Uning klub bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining joriy mavsumdagi to'puralar poygasida yana yetakchi bo'lib oldi. Hamyurtimiz chempionatning 16-tur doirasidagi Samsunsporga qarshi o'yinda bitta gol va bitta assist qayd etdi va to'puralar ro'yxatida yana yetakchi bo'lib oldi. Shomurodov joriy mavsum Superligada umumiy 11 ta gol va 2 ta assist qayd etdi. Trabzonspor a'zosi Pol Onuachi ham 11 ta to'p kiritgan, ammo uning assistlar soni bittaga kam. Delagore jamoasi yarim himoyachisi Andronikashvili kelasi mavsumda O'zbekistonda o'tkazadi. O'tgan mavsum Gruziyaning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri bo'lgan 26 yoshli futbolchi Andijon bilan shartnoma imzolagan. Bu haqda Narzulla Saydullayev xabar bermoqda. Avvalroq Andijon bosh murabbiyi aynan shu futbolchining o'yinni ko'rish uchun Gruziya Kubogining finaliga borgani haqida xabar berilgandi. Ma'lumot uchun Andronikashvili joriy mavsum barcha musobaqalarda 40 ta bahsda maydonga tushgan. Uning hisobida 12 ta gol va 4 ta assist bor.